Xo'p. Men kuniga 200 ming topgan kunlarim men baxtli bo'lganman. Mendan baxtliroq odam bo'lmagan. Har kuni 200 ming so'mdan pul topgan kunim. Lekin 500 ming topish boshlagan kunim men xohlagan restoranimga 2-3 kunda bir marta kirib bo'lsa ham eng qimmat ovqatlardan, o'zim xohlagan ovqatlardan bemalol tanovvul qilardim. Lekin $100 topish boshlagan kunim men o'sha qimmat butiklardan kiyinib, xohlagan restoranlarda ovqatlanib, bemalol uyga ham katta ro'zg'orliklar qilib kiradigan bo'lib yurardim. Keyin kuniga $200 topish boshladim. Ana unda xohlagan mashinamni haydadim. Eng yangi chiqqan innovatsiyalarni haydashni boshladim. Keyin kuniga $300 dan topish boshlagan kunimda keyin xotinim uyg'otib yuboribdi. Adasi ishga boring, turing, ertalab bo'ldi o'zi.